Bugungi mavzuyimiz ikkinchi mavzu bu lotlar haqida. Bozorda ko'p treyderlar zo'r analiz qilishadi-yu, lekin xohlagan lotligini ochib tashlashadi. Bunda qancha foyda, nechta pul zararligini ko'pchilik bilmaydi, necha lot ochganini shuni bilish kerak. Hozir shu narsalarni tushuntirib beraman sizlarga. Bozorda har doim 3 xil lot bo'ladi. Birinchi lotimiz mikrolot. Mikrolot necha bo'ladi? 0.01 bo'ladi. 1 punkt tepaga yursa, sizlarga bozor 10 sent foyda bo'ladi. Agar 1 punkt pastga yurib qo'ysa 10 sent zarar qilasizlar. Ikkinchisi mini lot. Bu 0.10 bo'ladi. 1 punkt tepaga yursa 1 dollar foyda beradi. 1 punkt minusga yursa 1 dollar zarar bo'ladi. Va oxirgisi standart. Standart lot. Bu 1 lot bo'ladi standart lot. 1 punkt foydaga kirsa 10 dollar bo'ladi. Agar 1 punkt minusga yursa 10 dollar zarar bo'ladi. Shu narsalarga e'tibor beringlar. Bularni bundan tashqari foyda zararni bildinglar, bozor har doim broker orqali ishlasanglar, komissiya ham oladi. Shuni hisob kitobini o'zingiz uchun chiqarib qo'ysanglar, ancha bilim xudo xolasa oshadi.